Assalomu alaykum qarindoshlar. JavaScript'in asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning ikkinchi qismlik dars. Bu qismlik darsimizda men asosida sizlarga bir qancha haqsiz tayyorlash tavsiya qilaman. Odatda JavaScript programmalarining tanlash bo'lgan nurg'un yaxshi qurollari bor. Ularning soni bir qadar ko'p. Hamda biz nima uchun IDE ni o'rniga haqida JavaScript programmasi tuzish uchun tayyorlash ishlatamiz deganda, bu tayyorlash tiz, ya'ni surat omilini bitganda biz ham IDE ni ishlatamiz, ham shu tayyorlashni ishlatamiz. Men sizlarga bir qanchasini tavsiya qilsam, Sublime tavsiya qilaman. Sublime yoki Brackets ni ishlasanglar bo'ldi, yoki Notepad++ ishlasanglar bo'ldi. Lekin bu ham men tavsiya qilganim Code qalam. Ya'ni CodePen deydi inglizcha. Code qalam nima deganda bu abuntular qo'ygan JavaScript va boshqa kod parchalarini. Boshqa kod parchalari degan nima? CSS bilan HTML demakchi. Chunki bu JavaScript, CSS, HTML uchi bir qatlanmaslik qildi. Xuddi tuxumga o'xshash, tuxumning shakli iqi va sirqiga o'xshash anankin bir butunlikni hosil qildi. O'zaro zich bog'lanishgan. Mush kod parchalarini sinash va ko'rsatishga qanday to'g'ri asbobi. Bu tayyorlagich va ochiq kodlik o'rganish muhiti sifatida xizmat qildi. Buni programmalar qalam deb atalgan kod parchalarini qura oladi va sinab qila oladi. Bu yerda kod parchalari degandek CSS, HTML, JavaScript degandek. Bu koddan qanday oldinlaligishlar va ochqichlar uchun ijtimoiy taraqqiyot muhiti yaratadi. Tor bekat qurish va o'rlashtirish xizmatingizni ko'rsatish, ya'ni qig'ashingizni ko'rsatib berish, o'rganish va hal qilish uchun sinab qurib ilhom ato qildi. Bu intayin qulaylik, ya'ni dal vaqtida qanday sinaq shaklda ko'rsatib beriladi. Buning adresi codepen.io. Men hozir sizlarga ko'rsatib beraman. CodePenning to'g'ri adresi va ko'rinuvi adresi qanday? codepen.io. codepen.io deb kirsizlar. Bu dastlab kirsangiz shunday ochildi. Buning ham start coding, mishan bisib start coding bisib kod yozamiz. Buni bossanglar, bu haqsiz bu to'g'ri. Mana HTML, CSS, JS degan qanday JavaScriptningki qisqartirilmasi. Ham bu biraqlam muhit hozirlaydi. Buningdan biz qanday view ni o'zgartira olamiz, masalan. Mana shaklda o'zgartib ko'rib olsak bo'ldi. Masalan, bir misollik ko'rsatsa, masalan HTML. Bu hamma kodlarni hozir sizlar cho'qim bilishingizni hojat yo'q. Faqat men sizlarga misol uchun ko'rsatib beraman. O'rganamiz buni keyingi qismli darsimizda. Masalan, HTML ga men bir text yozay. Text yozganda qanday? Div. Bu div degan divide ning qisqartirilmasi. Bo'lashar abzasqa mana birdamda unumini ko'rib bo'ldi, ammo tayyorlashning bir yaxshi surat tiz. Salom dunyoda. Salom dunyo. Div. Mana salom dunyo chiqib bo'ldi, unumini ko'rib bo'ldik. Ham buning CSS buning qanday? HTML nimatim da abzas bilan qistirishga HTML ishlatdik. Ham CSS qanday? Buning uslub, rang, xat o'zgartimiz. Buning qanday? Div. Buning budir tirnoq, burlik braces. Birinchi bo'lib rangini o'zgartaylik. Inglizcha color deydi. Shu nurg'un program tili qanday inglizni asos qilgan. Inglizni o'rgansak bo'lmaydi. Color. Osmi cheket qanday? Red, qizil demakchi. Mana qizilga o'zgardi, qaranglar. Mana. Blue desakchi, ko'kka o'zgaradi mana. Anaqda ekan. Buningga yerim osmi cheketini bergandan keyin hamda biz font size o'zgaradi. Size degan qanday cho'ng kichiklikka degandek. Font dash size osmi cheket qanday? Masalan 40 piksel olsun. Bayamız 15 gün hazır. 40 çoğun ayda ana. Tayyorlashning bir yaxshi surat tiz. Ondan keyin yerim osmi cheket. Buning iliqi tomiltay. Font weight ga qana osmi cheket bold. Mana. Qarang surat shunday tiz. Hamda bunga JavaScript'in oddiy bir kodni yozsa, masalan, bir ogohlantirish chiqdi, ogohlantirish. Ogohlantirish qanday? Alert. Hozir mana qaranglar, alert chiqib bo'ldi mana. Bunga xat yozsam ichiga. Buning ichiga Salam dunyo desak, salam
Mana. Bunun ichiga miyaga qanda ogohlantirishning mazmunini yozamiz. Mana bu shu. Buni odatda bu haqsiz, lekin a'zo bo'lib olsanglar, buni nurg'un miqdorlardan bahramand bo'la olasizlar, lekin haqsiz.